Har qanday restoranda menyuni 4 turga bo'lsa bo'ladi. Ular qandaydi? Birinchi tur menyuni brilliant taomlari. Brilliant taomlar degani bu marjinalность yuqori, lekin talab past. Ikkinchi turi ishchi otlar. Ishchi otlar talab yuqori, lekin foyda kam, kichik foyda bo'ladi. Uchinchisi bizlarda muammoli yulduzlar. Muammoli yulduzlar degani bularning foydasi yaxshi, ya'niki marjinalность yuqori, lekin talab past. To'rtinchisi balans. Balans degani bu talab ham past, marjinalность ham past. Siz bu 4 ta kategoriyani bilishingiz shart. Ko'p restoranlarning muammosi shundaki, 60-70% savdoni ishchi otlar tarkib topadi. Ular degani plov, qozon kabob, baliq, marjinalность past blyudalar. Bu degani sizning savdoingiz restoranning savdo bilan pul topmayapti. Agar sizni menyungiz 4 ta toifaga bo'linmagan bo'lsa va siz ularni qanday sotishni bilmasangiz, sizning savdoingiz tasodifan bo'lib turibdi. Agar siz bu haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimizda shu haqida raqamlar bilan, misollar bilan to'liq ko'rsatib o'tdim. YouTube kanalimizga o'ting, batafsil o'rganib chiqing.